Mamlakatimizda sportning barcha turlari, xususan ot sporti ham tobora rivojlanib boryapti. Joylarda o'tkazilayotgan sport musobaqalari esa yoshlarning mazkur sport turiga bo'lgan qiziqishini ortishi yo'lida xizmat qilmoqda. Hozir shu haqda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining tashabbusi bilan ot sporti bo'yicha yirik sport musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Yakkabog' tumanidagi Qorabayir otchilik majmuasi ot sporti bo'yicha Navruz umumxalq milliy bayrami munosabati bilan respublika turnirining mintaqaviy bosqichiga mezbonlik qildi. Unda Surxondaryo, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazm viloyati chavandozlar maktabi jamoalari bilan birga Qashqadaryo viloyat chavandozlar maktabi hamda Qorabayir otchilik majmuasi jamoasi ishtirok etdi. 2 kun davom etgan musobaqaning dastlabki kunida ishtirokchilar to'siqlardan sakrash bo'yicha mahoratlarni namoyon etishdi. Shuningdek, ot yortirish, chovken turlari bo'yicha ham chavandozlar o'zaro bellashishdi. Qorabayir otchilik majmuasida Navruz umumxalq bayramiga bag'ishlab ot sportining bir necha turlari bo'yicha Respublikamiz chavandozlar maktabi sportchilari o'rtasida ot sportining bir necha turlari bo'yicha musobaqa tashkil etilgan. Ushbu musobaqani o'tkazishdan asosiy maqsad mamlakatimizda ot sport turlarini yanada rivojlantirish, yangi avlod chavandozlarini tarbiyalash va yoshlar o'rtasida ot sportini ommalashtirishdan iborat. Ushbu musobaqa yosh chavandozlar uchun o'ziga xos mahorat maktabi vazifasini ham o'tab berdi. Respublika miqyosidagi musobaqalarda ilk marotaba ishtirok etgan sportchilar tajribali chavandozlarning harakatlarini kuzatgan holda mahoratlarini oshirib bordi. Chavandozlar maktablari bugun yosh iqtidorli sportchilarni yetishtirib chiqarayotganliklarini aynan ana shu musobaqalar orqali ham ko'rish mumkin. Yosh chavandozlarning chiqishlarini muxlis va mutaxassislar diqqat bilan kuzatib borishdi. Mashg'ulotlarda chiniqqan ot sporti bo'yicha tajriba orttirgan yoshlar o'zlariga bildirilgan ishonchni oqlashdi. Bu o'z navbatida yosh chavandozlar uchun kelgusida bo'lib o'tadigan nufuzli musobaqalar oldidan tayyorgarlik vazifasini ham o'tab beradi. Yakunda g'oliblik esa Qashqadaryo viloyat chavandozlar maktabi jamoasiga nasib etdi.